Manajilardan aşağı 10'a çıksa olaveramiz aka. Yaxshi. Beshariq tumani Arg'ubosh qishlog'ini. Assalomu alaykum. Manfaatli bo'lgan amallarni azizlar, hozir mana shu mol bozori, qo'y bozorimizga kirib chiqish darvozasi xizmatiga e'tiborli bo'lasizlar. Mana shu Ibrohim Palmonjanov qonunida saraton kasalligini 4-bosqichi bilan kurashib kelmoqdalar. Bundan so'ng mahol bo'lib qolmaydi. Ehson bersangiz Alloh taoloning va'dasi bor ekan. Ba'zi bir manbalarda 10 barobar, ba'zi bir manbalarda 2 barobargacha, ba'zi bir manbalarda Alloh taolo o'zi bilar ekan necha daraja zakot nuqsonliklarni to'g'rini qoldirishdi. 20. Uchun marhamat bo'linglar sizlar. Mana biz qanchadan qancha gunohlarni qilamiz. Alloh taolo lekin Parvardigorga kechaguli zot. Yana Allohdan nimalarni so'raymiz. Alloh taolo beraridan qismasin. Bundaqangi muborak, bundaqangi ehson beradigan shaxsiy saxovatli dindoshdan bo'ladi. Ehson berishlik uchun inson bo'y bo'lishi shart. Qancha bo'pti ekan bu? Ehson berishlik uchun insonda xohish va istagi bo'lsa bas. Xohishi va barchalarga Alloh rozi bo'lsin. Ana jonlar isob bo'lsin, farzandlaringizga xo'sh bo'linglar. Dunyodaringizda 5 vaqt namozini vaqtida o'qiydigan. Mana shu yerda yigitchalar turibdi, akalar, ukalar, e'tibor beringlar. Farzandlarimiz, nevaralarimiz, yosh yigitchalar bilan mana shu tog' shaharlar sovuqni sovuq demasdan mana shu Palmonjonni sog'ayib ketishni, o'zlarini hissalarini qo'shish maqsadida mana shu yerda sizlardan yordam so'rab turibdilar. Buni juda ham achinarli. O'zim Sobir aka o'zim. Sotildimi aka? Yetti sakkiz. Doktor Oqiljon. Oqiljon. Tamam aka. 22. Ha. Qo'ying, o'rib yo'l akalar, qo'ying. Yigirma olti.